Get in. Qaytaring. Get in. Ovozni baland chiqarib qaytaring. Hop. Yoki come in. Come in. Get in. Come in. Ikkalovi ham ga kir degani. Misol uchun uyga kir, xonaga kir. Dan chiq demoqchi bo'lsa, chiq demoqchi bo'lsa, get out qaytaring. Get out yoki come out. Get out, come out. Nimaga bu yerda off yozib qo'yganimni keyinroq tushuntiraman. Hop. Endi qarang. Get out qaytaring. Get out, come out. Get out da alohida yana yo'qol degan tarjimasi ham bor. Yo'qol. Misol uchun kimdirga get out deb xotirjam gapirsangiz, chiq degani bo'ladi. Endi jahlingiz chiqib turib get out desangiz, yo'qol deb tarjima qilinadi, xo'p? Jahl bilan gapirsa yo'qol degani o'sha. Yoki sizga kimdir sekin get out desa chiq degani, get out deb baqirsa yo'qol deyotgan bo'ladi. Yo'qol deb tushunasiz, xo'p?